dori topib bering. Iltimos dada. Nima bo'ldi? Dada bitta dori topib bering. Top beraman. Dada Akmal akamda bor edi dori faqat. Tinchlantirardi, hamma joyim og'rib ketyapti dada, iltimos. Qizim top beraman. Bo'ldi. Qani ichkariga kir. Xo'p, men top. Dada tezroq. Bo'ldi. Kir onasi. Onasi. Indamang dada. Xo'p, kir ichkariga, kir. Ichkariga kir. Xayriyat, eshik ochiq ekan. Alo. Dadasi? Ha, yuk mashina kelyaptimi? Men kelib bo'ldim. Ha, shu yerdaman. Xo'p. Ay, kim bor? Uyatsizlar. Chiqmang yerga. Voy. Hay. Yetmaganda Nima gap? Bechora qizim xor bo'lib yotibdi. O'g'ling qizimmi? Giyohvandlikka o'rgatibdi. Nima deding? O'g'lim o'rgatibdimi qizingni? Qizingni o'zini aqli yo'qmi? Birov ich desa ichaveradimi? Ostonamga kelgan kuningga ming la'natlar bo'lsin. Ko'zlarimizni zebu ziynat bilan ko'r qilib qo'ygan ekansanlar. Farishtadek qizimni hayotini barbod qildilaring. O'g'ling bilan qo'shib barbod qilding. Menga qara. O'g'limga til tekkizma. Men hamma narsani olgani keldim. Hech narsani olmaysan. Bu uydan bitta igna ham olib chiqib ketmaysan, tushundingmi? Hozir ketmasang, militsiya chaqiraman. O'g'limga qo'shib qizingni ham qamatib yuboraman. Yo'qol bu yerdan, tez. La'nat bo'lsin senlarga. La'nat bo'lsin. Yo'qol dedim senga. Yo'qol.